هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 32. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresi 32. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'd. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler! Allah sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzidan orzu qilmanglar. Erlar qilgan amallardan hassador bo'ladi. Ayollarmi qilgan amallardan hassador bo'ladi. Allohdan uning fazlini tilanglar. Allah berdi. Allah haqiqatan hamma narsani bilguchidir. Başqalarga berilgan ortiqchilikni orzu qilishdan to'sish to'g'risida. Imom Ahmad rivoyat qiladi-ki, Salama radhiyallohu anha: "Ey Allohning payg'ambari, erlar urush qiladi, biz urush qilmaymiz va biz yerim mirosga erishimiz" dedi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ey mu'minlar, Allah sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzidan orzu qilmanglar. Erlar qilgan amallardan hassador bo'ladi. Ayollarmi qilgan amallardan hassador bo'ladi. Ya'ni yaxshi bo'lsa mukofotga erishadi, yomon bo'lsa jazolandi. Bu oyat miros to'g'risida tushgan degan ko'z qarash bor. Ya'ni har bir kishi mayl er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, o'ziga munosib holda miros oladi. Buni Valibi degan kishi İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Ondan Alloh taolo insonlarni ular qilishga munosib keladigan narsaga boshlab mundaq dedi. Allohdan uning fazlini tilanglar. Allohdan uning fazlini tilanglar. Allah berdi. Ya'ni Alloh taolo sizlarning biringlarga bergan ortiqchilikni yana biringlar orzu qilmanglar. Chunki bu putilib ketgan bir ish. Arzu qilish hech qanday foyda bermaydi. Lekin sizlar mendan rahmatimni tilanglar. Men sizlarga beraman. Haqiqatan men bak sehidurman va bandalarning tilagan narsasini bakmo berguchiman. Allah haqiqatan hamma narsani bilguchidir. Ya'ni Alloh taolo kimning mol dunyoga haqli ekanligini biladi. Şuna onunğa mal dünya berdi ve kimning faqirlikqa haqli ekanligini biladi, şuna onu faqir qiladi. Şuna onu faqir qiladi. Jannatga haqli ekanligini biladi, şuna jannatga kirgizadigan amallarini qilishga boshlab qo'ydi. Kimning oxiratda rasvo bo'lishga loyiq ekanligini biladi, şuna onu yaxshi ishlarni qilishdan va uning sabablarini keltirishdan mahrum qiladi. Her bir adamның qaldırgan tərakisi üçün varislar təyinləndik. Ular ata-analar və yaqinlardır. Sizlər bilən özara yardım beriş və mirasxo'r bo'lishqa ahdu payman qilishgan kishilarga ularning mirasdan hassini beringlar. Allah haqiqatan hamma narsani bayqab turguchidir. Her bir adamның qaldırgan tərakisi üçün varislar təyinlədik. Bu ayetning ma'nosi haqida İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Abu Salih, Qatada, Rabi' ibn Aslam, Suddi, Zahhak ve Muqatil ibn Hayyan qatorliqlar mundaq deydi. Ya'ni mirosxo'rlarni qildik. Yana bir rivoyatda İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligi bayon qilindi.
Ya'ni miros elish uchun ma'lum o'lcham bekitilmagan mirosxo'rlarni qildik. Miros elish uchun ma'lum o'lcham bekitilmagan mirosxo'rlarni qildik. Ular ota-onalar va yaqinlardir. Sizlar bilan o'zaro yordam berish va mirosxo'r bo'lishga ahdu paymon qilishgan kishilarga ularning mirosdan hissini beringlar. Ya'ni bu islomning dastlabidagi ahvol edi. Keyincha bu oyat amaldan qoldirilib, kishilarni ilgari qilishgan va'dalarga vafo qilishga, ammo bu oyat tushgandan keyin yangidan va'da qilishmaslikka buyurdi. İmam Buxoriy İbn Abbas radiyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Har bir odamning qoldirgan tarakisi uchun varislar tayinladik, ya'ni mirosxo'rlarni tayinladik. Sizlar bilan o'zaro yordam berish va mirosxo'r bo'lishga ahdu paymon qilishgan kishilarga ularning mirosdan hissini beringlar. Ya'ni muhojirlar Madinaga kelganda ularning ansorilar bilan tuqqandarchilik munosabati bo'lmasa-mu, faqat payg'ambar alayhisalom ularning oraliqida turg'izgan qarindoshlik munosabati bilanla ansorilardan miros oladi. Ondan har bir odamning qoldirgan tarakisi uchun varislar tayinladik degan oyat tushganda, yuqoridagi urug' tuqqanlar bo'lmasa-mu miros berishga buyurib kelgan oyat amaldan qoldirildi. İbn Abbas radiyallahu anhuma Alloh taolaning sizlar bilan o'zaro yordam berish va mirosxo'r bo'lishga ahdu paymon qilishgan kishilarga ularning mirosdan hissini beringlar degan oyatining ma'nosi haqida mundaq dedi. Sizlar ahdu paymon qilishganlarga ularning yordam qilish, bir narsa berish va nasihat qilishdan iborat hissini beringlar. Ularga miros berish amaldan qoldirilib, vasiyat orqali mol qoldirib qo'yish qilib qoldi. Alloh haqiqatan hamma narsani bayqab turg'uchidir. Erlar ayollarning homilaridir. Bu Allohning ularning ba'zisidan, ya'ni erlarni kuch-quvvat, g'azot chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir va erlarning o'z pul mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganligidandir. Yaxshi ayollar itoat qilguvchilardir. Erlar yenida bo'lmagan chaqlarda Allohning panohida erlarning haqlarini saqlaguvchilardir. Sizlar sarkashlik qilishlaridan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermasa bir to'shakda birga yotmanglar. Bu unum bermasa ularni adablash maqsadida ostroq uringlar. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'zaq qilish xiyolida bo'lmanglar. Alloh haqiqatan sizlardan ustundir, buyukdir. Alloh ayollarga zulm qilganni jazolaydi. Erlar ayollarning homilaridir. Bu Allohning ularning ba'zisidan, ya'ni erlarni kuch-quvvat, g'azot chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir. Ya'ni erlarning ayollar qaraganda ko'p ortiqchiliklari bordir. Shuning uchun payg'ambarlik erlarga xos qilindi. Shuningdek, podshohlik, davlat beshi bo'lish erlarga munosib bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomning bu hadisi uning dalilidir. O'zlarining ishlarini ayol kishiga tutqizgan xalq hargizmi nijot topolmaydi. Payg'ambar alayhisalomning bu hadisi uning dalilidir. O'zlarining ishlarini ayol kishiga tutqizgan xalq hargizmi nijot topolmaydi. Shuningdek, qozi bo'lish va uningdan boshqa cho'ng ishlarning hammasi erlarga xosdir. Erlarning o'z pul mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganligidandir.
Erler ayollarga qaraganda ortiq bo'lganligi uchun erler ayollarning homilleri bo'lishga munosib bo'ldi. Allah Teala erlerning ayollardan ortiqligi to'g'risida mundaq deydi. Erler ayollardan bir daraja ortiqlikka ega. Yaxshi ayollarning sifati to'g'risida. Yaxshi ayollar itoat qilguvchilardir. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va boshqalar bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ya'ni o'zlarining erlariga bo'ysung'uchi ayollar yaxshi ayollardir. Erleri yenide bo'lmagan chaqlarda Allohning panohida erlarining haqlarini saqlag'uvchilardir. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi va boshqalar mundaq deydi. U yo'q vaqtida o'zini va erining mol-mulkini saqlaydigan ayollardir. Haqiqiy saqlag'uvchi kishi Alloh Taala saqlagan kishidir. Haqiqiy saqlang'uvchi kishi Allah Teala saqlagan kishidir. İbn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ayollarning eng yaxshisi qarasang seni xo'shal qildigan, ishqi buyursang sana bo'ysunadigan va uning qishida bo'lmasang sen uchun o'zini va mol-mulkini saqlaydigan ayoldir. Ondan Payg'ambar alayhisalom erlar ayollarning homilaridir degan oyatni oxirigacha o'qidi. İmam Ahmad Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ayol kishi 5 vaqt namozni o'qisa, bir oy ro'zini tutsa, o'zini yaxshi saqlasa va eriga bo'ysunsa, uningga jannatning xoligan eshiklaridan kirgan deyiladi. Ayollarning sarkashlik qilishi va uning chorasi to'g'risida. Sizlar sarkashlik qilishlaridan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Erning ayoliga qilgan yaxshiligi uchun ayolining qachonki o'ziga sarkashlik qilganligi oshkor bo'lsa, u kishi ayoliga nasihat qilsin va erga osiylik qilsa, uni bo'ladigan Allah Teala'nın azabından korkutsun. Çünkü Allah Teala erlerini ayollardan artık kılganlık için ayollarının erlerge boysunuşunu ayollarının üstündeki bir mecburiyet kıldı ve asilik kılışını ulağa haram kıldı. Bu vakit Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Eğer men bir kişini yeni bir kişiye secde kılışka buyuruydigan bolsam, erinin ayolının üstüde bo'lgan haqqining cho'ngligidan cho'qim ayolini eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimiki ayolini to'shakka chaqirsa, u ayol erining gapiga unamasa, farishtalar u ayolga tong otqicha la'nat o'qiydi. İmam Müslim'nin qilgan rivoyatida mundaq deb bayon qilindi. Kechida ayol kishi erining o'rnini tashlab etsa, farishtalar uningga tong otqicha la'nat o'qiydi. Sizlar sarkashlik qilishlardan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermasa, bir to'shakda birga yotmanglar. Bu ayetning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. To'shakda birga yotmaslik degan uning bilan jinsiy munosabat o'tkazmaslik, yonchi yetib olish va u ayoliga dumbisini qilib olish deganlik bo'ladi. Boshqalar ham shundaq deb bayon qildi. Suddi, Zahhak va Ikrima qatorliqlar bir turkum kishilarning rivoyatida va İbn Abbas radhiyallohu anhumaning yana bir rivoyatida so'z qilmay turib olishmi yuqoridagi ishlarning ichidagi qatoridan degan so'zni qo'shib qo'ydi. Hadisda Muaviya ibn Haydatil Qushayriyaning Payg'ambar alayhisalomga mundaq deganlik rivoyat qilindi.
ey Allah'ın peygamberi, ayolimizning bizdagi haqqi nima? Dedi Peygamber aleyhisselam. Onun haqqi sen taam yesang, uningga taam berishing. Kiyim kiysang, uningga kiygizishing. Yuziga urmasliging, sat gap qilib tilnamasliging va uni uydan chiqarib etmasligingdir. Bumu unum bermasa, ularni adablash maqsadida astroq uringlar. Ya'ni u yuqoridagi ishlarning birisi bilan sarkashlik qilishdan yonmasa, sening uni adablash yuzidan bek qattiq urmay, bo'shroq urish haqqing bor. Bu haqda İmam Muslim Jabir radhiyallohu anhudan Peygamber aleyhisselamning vidolashish hajjida mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar ayollar haqida Alloh taoladan qo'rqinglar. Cheksiz ular sizlarning yininglardagi asrlardir. Sizlarning ularning ustidagi haqqinglar ularning sizlarning to'shaklaringlarga, ya'ni o'yinglarga sizlar yomon ko'radigan biror kishini yo'latmasligidir. Agar ular shunday qilib salsa, ularni bek qattiq urmay, bo'shroq uringlar. Ularning sizlarning ustinglardagi haqqi bo'lsa, loyiqida yemek içmek ve kiyim-kechak berishinglardir. Eriga bo'ysungan ayolni bo'zak qilishning durust emasligi to'g'risida. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'zak qilish xiyolida bo'lmanglar. Ya'ni ayol eriga Alloh taolo buyurgan ishlarning hammasida bo'ysunsa, erning u ayolni bo'zak qilishiga, urushiga ve onun bilen bir yerde bo'lmay tashlab etishiga haqqi yo'q. Allah hakikaten sizlardan üstündür, büyüktür. Allah ayollarga zulm qilganni jazolaydi. Bu ayollarni sebepsiz bo'zaq qilgan erlar uchun ogohlantirishdir. Chunki hammadan qudratli ve büyük bo'lgan Alloh taolo ularning egisidir. Ayollarga zulm qilgan ve ularni bo'zaq qilgan kishilardan intiqom olguchidir. Agar er-xotin ikkalarning inoqsiz bo'lib qolishidan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini, xotinning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini avatinglar. Allah agar bu ikki kishini aplashtirishni xohlasa, er-xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Allah hakikaten hemmini bilgichidir, hemmadan xabardardır. Er-xotinning oralig'ida inoqsizlik bo'lib qolishidan qo'rqqanda ikki hukm qiluvchining hukm qilishini talab qilish to'g'risida. Alloh taolo yuqorida bo'yintovliq qilish va yuz o'rishning ayol tarafidan sodir bo'lish ahvolini bayon qildi. Bu yerda bu ishlarning er-ayol ikkisidan bo'lgan ahvolini bayon qilib mundaq deydi. Agar er-xotin ikkalarining inoqsiz bo'lib qolishidan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini, xotinning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini avatinglar. Fiqhshunos olimlar mundaq deydi. Er-xotinning oralig'ida inoqsizlik paydo bo'lsa, hokim u ikkisining qishida u ikkisining ishiga mas'ul bo'la oladigan va u ikkisining qaysi eskilik qilsa, uni shu eskiligidan to'sa oladigan ishonchlik ikki odamni turg'izadi. Agar u ikkisining ziddiyati cho'ngib ketsa, hokim har ikki tarafdan birer ishonchli kishini tayinlab, er-xotin ikkisining billa o'tishi yoki ayrilib ketishi ularning ahvoliga qarata bir taraf qilish uchun avatadi. Alloh taolo u ikkisining yarishib qilishini xohlaydi. Allah şunun için mundaq deydi. Allah agar bu ikki kishini aplashtirishni xohlasa, er-xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Er-xotin ikkisidan qaysisining eskilik qilganligini bilish uchun Alloh taolo ularni er ve ayolning ota-onalarini er ve ayol tarafdan ikki yaxshi kishini avatishga buyurdi.
buyurdi. Agar er eskilik qilgan bo'lsa, avatilgan kishilar erni ayolining qishiga berishidan cheklab, uningga ayolining nafiqasini berishni bekitdi. Ya'ni u ayolining qishiga borolmaydigan, ammo uning nafiqasini beriveradigan bo'ladi. Agar ayol eskilik qilgan bo'lsa, avatilgan kishilar ayolni erining xizmatini qilishga buyurib, uningga erining nafiqa berishini cheklaydi. Ya'ni u erning xizmatini qiladigan eskilik qilganligi uchun uning nafiqasi berilmaydigan bo'ladi. Agar avatilgan u ikki kishining nazarida er ayol ikkisini ayırıp etishga yoki yarashtirib qo'yishga bir yerga kelgan bo'lsa, avatilgan yoki yarashtirilgan bo'lsa, ayirib etgan yoki yarashtirgan bo'lsa, u ikki kishining qilgan ishi o'rinlanadi. Agar u ikki kishi bu er ayolni yarashtirishga bir yerga kelgan bo'lsa, uningga bu er ayoldan birisi qo'shilib, yana biri qo'shilmagan bo'lsa, ondan bu er ayolning birisi o'lgan bo'lsa, yarashishga qo'shilgani qo'shilmagandan miras ola oladi. Qo'shilmagani qo'shilgandan miras ola olmaydi. Shayx Abu Umar ibn Abdulbar mundaq deydi. Olimlar ikki tarafdan borgan ikki kishining so'zi qarma-qarshi bo'lib qolsa, birining so'zini tashlab qo'yib, yana birining so'zini elishga bo'lmaydi va er xotin ikkisi u ikki kishini o'zlari vakil qilmagan bo'lsa-mu, yarashtirishda u ikki kishining so'zining o'rinlanganligiga birlik keldi. Olimlar u ikki kishining so'zi er xotin ayrı etişdimi o'rinlanmaydiganligi haqida ixtiloflashib qoldi. Ko'p sondagi olimlar u ikki kishining so'zi er xotin ayrı etişdimi, ikkisi u ikki kishini vakil qilmasa-mu kuchga ega bo'ladi degan ko'z qarashni o'tirg'a qo'ydi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Nisa suresi tafsiridan 35-oyatgacha angladinglar. Oxirini keng qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.